أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah etmiş. Qonunlar haqida aytmoqchiz. Xarid davlatida kafolat bo'lishiga nima kafolat beradi? Xalifalik davlati, shuni bir narsani yaxshi bilib olaylik, bashariy davlat. Ya'ni ilohiy davlat emas. Ko'pchilik shu yerda aralashtirib oladi. Xalifalik davlat bo'lsa ilohiy davlat bo'ladi deb o'ylab qoladi. Ya'ni bu nima degani? Avval gaplarni o'zini mag'zini chaqib olaylik. Ko'pchilik lug'at tushunmagani uchun gaplarni aralash-quralash qilib yuradi. Shu demokratiya deyotganlar ham o'shanaqangi gaplarni o'shanaqa bemaza joylardan olib kelgan. Shuning uchun aytamiz, birinchi shu gapni ikkalasini tushunib olaylik. Bashariy davlat qanaqa bo'ladi, ilohiy davlat qanaqa bo'ladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam inson edilar. Robbilaridan olgan hukmni hayotda tatbiq qiladi. O'zichasiga tatbiq qilmasdi. U zotga bildirgan narsalarni tatbiq qilardilar. O'shuning uchun ham Alloh va Rasuli deb Alloh Qur'onda ko'p marta ishlatganda, u zotni ma'sum qilib qo'ydi, ya'ni gunohlardan. Nimaga Alloh payg'ambarimiz gunohlardan ma'sum qildi desa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir narsani aytgan mahalda, agar yanglish narsani, xato ishni, adolatsizlikni ko'rsatib qo'ysa ham odamlar ergashib ketmasin. Shuning uchun u zot gunoh qilmaydi, u zot zulm qilmaydi, u zot adolatsizlik qilmaydi. Endi u zot o'tib ketdi. Undan keyingilarda-chi desa, undan keyingilarda unaqa ma'sumlik yo'q. Chunki ular payg'ambar emas, ular xato ham qilishi mumkin. Noto'g'ri ish ham qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun tepada aytdik-ku. Tepadagi mavzuyimizda Abu Bakr roziyallohu anhu xutbalarni aytib berdi-ya. Men sizlarning ustinglarga boshliq bo'ldim-ku, lekin eng yaxshi odaminglar men emasman deyapti. Mendan yaxshi odamlar ham bo'lishi mumkin deyapti. Hatto shu ishga u zotdan ham loyiqroq odamlar bo'lishi mumkin deyapti. Ya'ni buni istisno qilmayapti. Eng zo'ringlar menman o'zi demayapti. Bu deyotgani, ya'ni mendan yaxshiroq qiladiganlar ham bo'lishi mumkin deyapti-da. Shuning uchun yaxshi ish qilsam meni qo'llab-quvvatlayar, yomon ish qilsam meni o'zgartirib, tiyib, o'nglab qo'yinglar deyapti. Demak, u zot noto'g'ri ish qilib qo'yishi mumkin ekanmi desa, ham mumkin ekan. Lekin islomdagi mexanizmning zo'rligi qayerda desa, butun islom ummati mana shu hukmlardan javobgar. Rasululloh tashab ketgan risolat xalifaga tashab ketgan emas, butun islom ummatiga tashab ketgan. Shuning uchun musulmonlar nima qiladi desa, har bittasi g'am yeydi mana adolatda ustuvor bo'lib turishligi. O'zi bashariy davlat xalifalik, odamlar boshqaradi. Ya'ni ilohiy davlat deyotgan qanaqa bo'ladi desa, mana bu imperatorlar o'zlari avval o'zlaricha bir dinlarni qo'yib olib turib, biz Xudoni yerdagi soyasimiz. Xudo nima desa, biz xuddi shu Xudoga o'xshagan yerdagi Xudomiz. Sizlarni nima desam ham to'g'ri bo'laveradi. Biz xato qilmaymiz. Biz hamma ishimiz adolat. Biz sening uchunga nima qilsak ham shu to'g'ri ish bo'ladi deb odamlarning qonini so'rgan. Keyin Alloh taolo dinlarini jo'natsa, haligi dinni ichida buzadiganlar, masalan, nasroniy dinini ham Iso alayhissalomga Alloh taolo o'z vahiylarini tushirgani juda ham chiroyli bo'lgan. O'shanaqangi podsholaari bilan to'qnashgan. Keyin u zotdan keyingilar bu dinni buzib turib, o'sha podsholariga moslab bergan. Nima degan desa, to'g'ri aytyapsiz, siz rostdan ham Xudoni yerdagi soyasiz. Siz nima ish qilsangiz ham to'g'ri. Siz bolangiz podsho bo'ladi, u ham nima ish qilsa ham to'g'ri. Kimni o'ldiradi, kimga hayot beradi, boshqa qiladi, uni siz yechasiz. Chunki sizning gapingiz Xudoni gapi. Sizga birov qarshi chiqsa bo'lmaydi deb turib, yolg'ondan, ya'ni Alloh nozil qilmagan narsalarni, gaplarni mana ularni haqqiga gapirdi-da. Haligi papalari, podsholari, qirollari, imperatorlari Xudoni yerdagi soyasi bo'lib qoldi. Men haqman. Chunki meni Xudo saylagan, sizlar emas. Shuning uchun men podshoman. Men nima desam yarashaveradi. Kimni o'ldirsam ham hech kim e'tiroz bildira olmaydi. Men nima deb qonunni chiqarsam, bo'ldi, unga bo'ysunishga majbursan. Deb turib shunaqa e'tiqod bilan xalqlarni boshqardi. Ya'ni bu qanaqa davlat desa, ilohiy. Meni davlatim ilohiy davlat. Mendagi kuch, mendagi qudrat, Xudo bergan kuch va men Xudoni o'rniga boshqaryapman yerda. Menga qarshi chiqishga haqqing yo'q dedi. Meni yonimda hammang tiz cho'kib
boshingni egib shunday turishing kerak. Hammasi tish cho'kdi, bosh egdi. Haligi yonboshdagi ruhoniylari ham bularni ha rostdan ham bu Xudoning soyasi. Bunga bosh egasan xolos, buni gapiga to'xta seni to'g'rilab qo'yish kerak degan hali Abu Bakrga yo Umarga to'xta Umar qayerdan olding degan gaplarni aytganga musulmonlarga o'sha aytmaysan senlar dedi. Bu musulmonlarga odam boshqaradi. Seni Xudo boshqaryapti. Men Xudoning timsoli mana bu imperatorimiz dedi. Hammang bosh egdi, hammasi sajda qilib, ruku qilib bosh egib shunaqa boshqaruv bo'lgan. O'rta asrlargacha shunaqa bo'lgan. Shuning uchun ham haligilar portlab ketganda qachongacha mana o'zi odam bu ham desa, hatto bular hojatxonaga kirmaydi qirollarimiz deb o'rgatishgan. Bu ilohiy odam, buni Xudo saylagan. Desa ba'zi bir nodonlar xuddi bugun ham bizni prezidentimiz shunaqa deb baligi nima ish qilsa ham bo'laveradi deyapti. Shunaqa u odamzod shunaqada. Butun Yevropasi boshqalari shunaqa deb ilohiylashtirib, u Xitoy ham o'zini imperatorlarini, Yaponiya ham ilohiylashtirib, hatto bu hojat chiqarmaydi deb o'ylashgan. Endi ichidan aqllilar hali musulmonlar bilan ancha-muncha gaplashib, to'xta bular ham odammi desa, ha seni imperatoring ham odam. Bizi xalifamiz ham odam. Xalifamiz xato qilsa uni to'g'rilab qo'yamiz. Xalifamiz harom ish qilyapsa uni jazolaymiz. Xalifalikdan olib tashlaymiz. Xalifani o'zi biz bay'at berganimizdan keyin uni xalifa deyiladi. Bay'at bermagunimizcha xalifa deyilmaydi. Alloh hukmi bilan boshqarmayman desa, bay'at bermaymiz o'zi, xalifa bo'lmaydi. Mana ularni eshitib turib, narigilar ham to'xtab, bizni podsholarimiz ham odam ekan dedi. Keyin qarshiliklar boshlandi, qo'zg'olonlar boshlandi. Narigilar bostirib tashlashdi. Oxiri borib, bu Xudoyingni ham, Xudoying o'sha meni yerga tushirgan soyam degan podshoyingni ham, haligi ruhoniyni ham, papayni ham hammasini hayotdan ajratamiz, hayot ishlariga aralashmasin. Boshqaruvga, siyosatga, davlat ishiga aralashmasin. Mayli o'shunga itoat qilib, yaxshi ko'rganing, shunga ruku qilib, sajda qilib, borib olib, nima deb qo'lini o'pasanmi? Nima qilsang qilaver, mayli. Lekin din hayot ishini boshqarmaydi deb turib, shunaqangi qonunlar chiqarishdi. Hozirgacha shu qonunlarga amal qilishyapti. Mayli dining bor bo'lsa bor, lekin hayot ishini din yoki Xudo yechib bermaydi. Keragi yo'q uni, o'zimiz yechib olamiz dedi. Ya'ni shunaqangi xalq o'zi yechib oladigan, ya'ni demokratiya, ya'ni xalq boshqaruvi degan boshqaruvni amalga qo'yishdi. Musulmonlardagi boshqaruvchi desa, musulmonlar inson boshqarardi, lekin Alloh so'zlarini amalga qo'yardi. Amalga qo'yardi, aytardi, men insonman, xato qilaman. Xato qilsam men to'g'rilab qo'yinglar, yaxshilik qilsam yordam beringlar. Men Allohning qonunlarini qanchalik bir tushunib, qanchalik bir imkoniyatim bo'lsa, shuna qilib bajaraman. Meni qo'limdan kelgani shu, undan oshig'ini bilmayman deb turib boshqarar. Hammasi. Keyingi xalifalar ham shunaqa qilgan. Xalifa keyingi masalan qanchadan qancha xalifalarga shunday borib muhosaba qilib, haq talab qilib, unga qattiq bir nasihatlarni qilingan. Ya'ni hamma xalifalarda shunaqa ishlar bo'lganda, ya'ni u faqat Xulofoi Roshidinda emas, keyingi xalifalarga bemalol kirib aytishgan. Hishom ibn Abdumalik Makkaga kelganda bor deydi, sahobalar bor bo'lsa topib kelib gaplashaman deb o'zichalik kattaga aytib. Desa, yo'q, sahoba qolmabdi, hammasi o'tib ketibdi. Desa, tobeiylarni o'sha kattalardan olib kel, gaplashaman deb o'zicha. Ya'ni katta bir xalifaman desa, endi u ham insonda. Hamma qo'limdan keladi, hammaga gapim o'tadi deydigan shunaqa bandalik qilganda. Desa, Tovus ibn Kisonni topib kelishadi. Xalifa sizni huzuriga chorlayapti, bir boring desa, shaq keladi-da, ichkariga to'g'ri kavushi bilan kirib keladi. Podshohning hammasi kavushlarini yechib shunaqa qilib kelardi-da, u tikkasidan bostirib keladi. Kelib turib, "Qandaysan, Hishom?" deb turib qo'lini bunday uzatadi. "Qandaysan, Hishom?" deydi. Sekin kavushin haligi taxtini yoniga yechib qo'yadi. Yani o'tirish uchun endi gilamda kavushni yechib, taxt yoniga qo'yib o'tirsa, haligi Hishom ibn Abdumalikning davlenasi ko'tarilib ketadi haligini ko'rib. Sen nima qilyapsan? Sen bir yaxshi bir anaqa odamni olib kel desam, sen qilgan qilig'ingni qara, katta odam. Birinchidan men xalifaman shunaqa odam. Odamlar kirib birinchi menga salom beradi. Salom bergandan keyin menga murojaat qilayotganda kunyalarimni aytib, Abu faloncha deb turib, shunaqa qilib menga murojaat qiladi. Undan tashqari mana oyog'ingdagi kavushingni qara, qayerda kiyib kelgansan, yechib qo'yib kiradi.
muomalangni qara seni deganda, o'zicha endi o'zini bir juda boshqacha his qilib qolar ekanda odam qo'liga tegsa. Keyin qo'limni o'pib yana keyin mendan ruxsat so'rab gapiradi desa, Tovus ibn Kiyson tobiinlarda ulug'laridan bo'lgan, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, sahobalardan dars olib, sahobalarning hayotini ko'rgan odamda u. Haligini ko'rib endi oddiy bir odam deyapti. Chunki sahobalar ham xalifalarni oddiy bir inson deb bilardi. Allohning yerdagi soyasi boshqa, bu gunoh qilmaydi, bu nima desa qilish kerak, qo'lini o'pish kerak, oyog'ini o'pish kerak degan unaqa ahmoqona tushuncha sahobalarda ham yo'q edi, tobiinlarda ham yo'q edi-da. Haligini gapini eshitib, "Men nimaga hayron bo'lyapsan?" Kirib, "Senga salom bermaganim to'g'risi seni yoqtirmayman" dedi. Chunki sen davlatning boshiga kelib shunaqa qilganingga kimlardir rozi bo'lgan, kimlardir norozi bo'lgan. Men shu norozi bo'lganlardanman. Shuning uchun senga noroziligimni bildirib qo'yish uchun salom bermadim. Ya'ni assalomu alaykum deb shunaqa qilib kirib kelmaganda. Ikkinchi narsa, bu kavushimni men har kuni borib masjidga kirganda mehrobga yechib qo'yaman. Robbimni mehrobi bo'lgan joyga yechib qo'yaman. Seni taxting nima bo'lib qopti? Seni taxtingni yoniga yechsam menga haligi jahlingni ko'rsatyapsan. Undan tashqari endi kelib qo'limni o'p deganing sen kimsan menga seni qo'lingni o'paman? Men odatda bolamni erkalatganda qo'llarini o'paman yoki xotinimni qo'lini o'paman. Sen bolam ham emassan, xotinim ham emassan, nimaga seni qo'lingni o'paman dedi. Endi meni kuniyam bilan chaqirmading deganingga, ha mayli mana shu yerda ozgina yumshoqlik qildimda, Alloh taolo Qur'oni Karimda ya Ibrohim, ya Musa deb o'zini solih bandalariga ismi bilan ey Ibrohim, ey Muso deb shunaqa qilib murojaat qilgan. Dushmanlariga bo'lsa tabbat yada abi lahabin va tab deb, ya'ni Abu Lahabni Alloh xor qilsin, qo'lini quritsin deb dushmanlariga kunyasi bilan murojaat qilgan. Shuning uchun ham seni do'st deb bilganim uchun musulmonsan. Musulmon do'st. Senga o'zing isming bilan qandaysan? Hishom dedim. Deganda yana haligi hovuri tushib, o'zicha xalifaman deyotganda boshqacha bir his qilib olganda, keyin darrov o'zini esiga kelib, "Ya Alloh rozi bo'lsin, shayx bizga nasihat qiling" deb darrov haligi o'zini odamliligini his qilib qoldi. Ya'ni xalifa ham inson bo'ladi. Boshqarayotganda xato ham qilishi mumkin, chegaradan chiqishi mumkin, zulm ham qo'yishi mumkin. Xalifa bo'ldi degani bo'ldi bu, unaqa qilmaydi degani emas. Lekin farqi nimada? Unda aytadi-da ko'pchilik, u zulm ham qilib qo'ysa, xato ham qilib qo'ysa, bugungi bizni prezidentlardan nima farqi bor? Bizga ham zulm qiladi, xato qiladi, boshqa qiladi desa, islomda buni o'nglab qo'yadigan insonlarning jamoati, ya'ni musulmonlar bo'ladi. U xato qilsa qarab o'tirmaydi. Zulm qilsa indamasdan prezidentimizga shukr qilishimiz kerak deb o'tiravermaydi. Bir do'q qilib qo'ysa, prezidentim mujik deb chiqmaydi-da. Ular nima qiladi desa, Allohdan qo'rq deb turib haligini qilgan xatosida unga eslatadi. Chegaradan chiqsa, chegarasiga qaytib soqqadi, tepadagi Tovus ibn Kiysonga o'xshab. Allohdan qo'rq deydi, nima qilyapsan? Alloh senga shunaqa imkoniyat berdimi? Alloh taolo shunaqa xalqning mulkini yeb qo'yishligiga halol qildimi senga? Ya'ni qattiq gaplar bilan joyiga qaytarib qo'yadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, jihodning eng afzali zolim hokimga aytilgan haq so'z deganda. Shuning uchun mu'minlar jihodga muhabbatlari juda balandligi uchun zolim hokim bir qarich chiqishiga qo'ymaydi. Hatto shu yo'lda o'lib ketishligi ko'rinib turibdi, agar shunaqa darajada yaramas zolimki, haq so'zda aytsang o'ldirib yuboradi u. Shunaqa mahalda ham tap tortmaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shahidlarning eng ulug'i Hamza ibn Abdul Muttalib degan. Yana bitta odam bor shahidlarning ulug'i. Bu zolim hokimga borib haq so'zni aytadi. Mana shu gapi uchun zolim uni o'ldirib yuboradi. Mana u ham shahidlarning eng bir ulug'i bo'lgan odam. Shuning uchun manaqangi bir martabani eshitgan mu'minlar hech ham tap tortmaydi hali zolimga, ey zolim deb uni joyiga o'tkazib qo'yishlikdan. Shuning uchun xalifalik davlatida ham chegaradan chiqishlar bo'lishligi mumkin, chunki odamda xalifa ham. Uni atrofidagi valilari ham, qozilari ham, boshqasi ham odam. Faqat u odamlarda yo'l ko'rsatayotgan yo'li
shariat. Bu xalifa men o'tirib olib turib, o'zim yangi konstitutsiya o'ylab topaman, yo bo'lmasam Fransiyanikini tarjima qilib, o'zimizga moslab zo'r qilib olamiz degan tushunchasi bo'lmaydi-da. U keldimi, mana shu hukmdan boshqarasan. Ro'par qilinadi, ya'ni tayyor shariy hukmlar. U boshqaruvchi odam bo'ladi. Alloh unga qo'yib bergan narsani ro'para qilinadi, shundan boshqarasan, shunda biz senga bay'at beramiz deydi. U bo'ldi deydi. Yo men o'zim o'ylab topaman qonunlarni, Allohga men boshqarmayman desa, musulmonlar unga bay'at bermaydi. Hatto mayli aldab xalifa bo'lib oldi, men sizlarga faqat shariatdan boshqaraman dedi-da, bo'lgan kuni endi demokratiyadan ham ancha-muncha hukm olib boshqaramiz desa, o'sha kuni buni sharti yo'qoladi. Ya'ni xalifalik shartlaridan, ya'ni ineqot shartlaridan qo'yadi, ya'ni xalifani xalifa qilib turadigan shartlardan bittasi o'sha. Ya'ni iymon ahlidan bo'lishligi kerak va Allohning qonunlarini hayotda qonun deb bilish kerak. Shunaqa deb bilmasa, boshqalarning qonunini ham qonun deb bilsa, sen tog'ut ekansan deydi. Tog'ut bilan kurashish vojib. Kurashadi. Hamma kurashadi. Hamma o'zini mo'minman degan haligim bilan kurashadi, uni yo'qotadi. Shuning uchun islomda asoslari qonunlarni qo'yib qo'ysa, uni kelib boshqarayotgan odam unaqa ajoyibligi qolmaydi. Hikmatiga kelsa, hikmatliroq boshqaradi. Sal to'porroq kelib qolsa, to'porroq boshqaradi, lekin shariat bilan boshqaradi. Masalan, Amerikaning bugungi boshqarayotgan demokratik sistemasini qarasanglar, shunaqa qaysi prezident kelsa ham demokratik sistema bilan boshqaradi. O'sha aytgan paytda saylov qiladi, o'sha 2 marta saylovdan oshirmaydi, shunaqa qilib turib ketadi, o'rniga yana boshqasi keladi, yana xuddi shunaqa boshqarib ketadi. Uni kim kelishini qizig'i yo'q. Hali bir ahmoqroq kelib qolsa, kichkina Bushga o'xshagan. Boshqaraveradi o'sha ahmoq. Qop-qora bitta Obamaga o'xshaganni olib kelib qo'ysa, u ham boshqaraveradi. Ana o shoumenga o'xshagan bir ahmoq bir Trampni olib kelib qo'ysa, o'sha ham jinni ketdi baqir-chaqir bilan boshqaraveradi. Mana o chol o'ladigan gapini topmay, qayerga ketayotganini bilmay, dovdirab ona qilib turadigan Parkinson bo'lgan bitta cholni olib kelib qo'ysa, mana chol ham boshqarib ketaveryapti. Chunki nimaga desa, qonunlarni tuzib qo'yib qo'ygan, shu qonundan chiqmasa, yosh bola bo'ladimi, kampir bo'ladimi, haligi Alzheimer bo'lib qolgan chol bo'ladimi, farqi yo'qda boshqarib ketaveradi. Islomda qonunlari juda ham butunda. Har bitta masalani, hatto chiqqan, chiqmagan masalalarga yechib qo'ygan. Shu qonun bilan faqat boshqarish kerak xolos. Shuning uchun xalifa mushtahid bo'lishi ham shart emas. Bo'lsa afzal. Xalifa eng zo'r odam bo'lishi ham shart emas. Oddiygina odam bo'lsa ham, mana shu qonunlar bilan boshqarasan deydi, boshqaraveradi shu qonunlarga qarab. To'g'ri qanaqa bo'ladi deb mushtahidlardan so'raydi. Mana shunisi to'g'ri. Chunki Alloh shunaqa deyapti desa, baraka top, shunaqa qilinglar deb turib qaror chiqarib ketaveradi. Nimaga desa, qonun tayyorda o'zi bor. Shu qonunni faqat amalda boshqarish kerak. O'shuning uchun ham xalifalarning bolalari, hatto kichkina 15 ga 20 ga kirgan bolalar ham katta ishlarni qilgan. Nimaga desa, Allohning shariati tayyor edi-da. Muhammad Fotih birinchi taxtga kelgan mahalda 13 yashar bola bo'lgan. Lekin balog'atga yetgan bo'lganda, shar'an 13 yashar bola boshqarishi mumkin bo'lsa, balog'atga yetgan bo'lsa boshqarishi mumkin, halol. Qanaqa boshqargan, zo'r boshqargan shu mahalda. Keyin fitna uyushtirib buni olib qo'yishgan. Yani otasiga yana o'zing boshqarasan deb otasini qo'liga berishgan. Ozginadan keyin otasi vafot qilgan. 18 yoshida otasi vafot qilgan. Yana qaytib hamma Muhammad Fotihga bay'at bergan. Bu odam endi boshqarib, ya'ni yosh bola bir o'yin qaroqlik bilan bu yoqda diskoteka uyushtirib boshqargan emas. O'sha avval o'zi birinchi boshqarishida shu 13 yashar, 15 yashar mahallada ham o'sha dunyoda eng katta, eng mustahkam bo'lgan shahri Konstantinopolni fath qilaman deb shularga haqiqatda haybat tug'dirgan edi. Keyin 18 ga yetgandan keyin borib haligini shunaqa ahvolga solib qo'ydiki, o'sha 21 yoshida fath qilib olib qo'ydi butunlay. 21 yosh degani masalan, qarab ko'ringlar atrofingizda 21 yosh qanchalik bola. Lekin uni boshqarayotgan tuzumi to'g'ri bo'lganligi uchun uni 21 yashar bo'ladimi, 18 yasharmi, hatto 15 yashar bo'lsa ham to'g'ri boshqarib ketadi-da. Chunki tayinda ham yo'q, ochiq oydin. Olib qo'ydi, butun dunyo qo'lidan kelmagan. Butun dunyo buni yengib bo'lmaydi, bu qal'alarni fath qilib bo'lmaydi degan Konstantinopolni fath qilib olib qo'ydi.
yosh yigit. Nimadan desa, mana suyanayotgan narsalari butunidir. Shuning uchun xalifalik davlatida nohaqliklar bo'lishi mumkinmi desa, kimdir qilishi mumkin, lekin qilsa jazolanadi. Xalifa qilsa-chi, xalifa jazolanadi. Vali qilsa, vali jazolanadi. Xalifani o'rinbosari bo'lsa, o'rinbosari jazolanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoniga kelishdi-yu haligi. O'g'illik qo'yib shuni bir yo'lini topaylik deb odam qo'yganida, Alloh taolo tushirib qo'ygan, buyurib qo'ygan qonunning ustida mendan bir shafoat so'rab kelyapsanmi? Muhammadni qizi Fatima o'g'illik qilsa qo'lini kesaman dedi. Chunki qonun aniq, Alloh Qur'onda aytib qo'ygan, qo'lni kesasan dedi. Kimi desa, kim o'g'irlik qilsa, Muhammad qizi Fatima o'g'illik qilsa-chi, qo'lini kesaman deyapti. Va xalifachi, xalifa o'g'illik qilsa qo'lini kesaman. Va vali o'g'illik qo'yibdi, qo'lini kesaman. U nimaga jazo hammaga birda? Chunki o'sha hadisda payg'ambar alayhisolamning aytayotgan gapiga e'tibor beringlar. Sizlardan avvalgilar deyapti. Bir sharafli odam o'g'irlik qilib qo'ysa kechirib yuborishadi. Bir bechora odam o'g'irlik qilib qo'ysa qo'llarini kesishadi. Mana shuni sababidan Alloh ularga balosini tushirdi deyapti. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytaman, agar Muhammad qizi Fatima o'g'illik qilsa qo'lini kesaman deyapti. Qonun mana shu bo'ldi. Payg'ambarning qizi ekan bunigini kesmaylik demaydi. Payg'ambarning qizinikini ham, xalifaning qizinikini ham, kimniki bo'lsa ham kesiladi. Qonun turibdi-da. Uni kim boshqarishini farqi yo'q. Shuning uchun islomda qonunga e'tibor beriladi. Ya'ni Alloh hukmlarimi turibdi. Xalifa keladi, ketadi. Solih bo'lsa yaxshi boshqaradi. Sal bevaniroq bo'lsa, boshqaruvchi bevaniroq bo'ladi, lekin o'sha qonunlar bilan boshqaradi. U ham qo'l kesadi. Solih ham qo'l kesadi. Hali solih emas bo'lgani ham qo'lni kesadi-da. Nima esa qo'lini kesasan deb qonun chiqarib qo'yganda bo'ldi. Buni o'zgartirmaydi. Solihga kelib endi sal buni yaxshilaylik deb, uni isloh qilaylik, islohotlar o'tkazamiz qonunlar ustida degan unaqangi betayin gap islomda bo'lmaydi. Islomda islohotlar o'tkazilmaydi. Islomda bor qonunlar hayotda ijro qilinadi. O'z qonunlar bor. Alloh nozil qilib qo'ygan. Yo buni ijro qilmayman desa, shuning uchun ham 3 ta odamning bittasi bo'ladi. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Kim agar yuz o'girib bu qonunlar yaramaydi, undan ko'ra o Angliyanikini, Fransiyanikini yo Romana Germanskiy qonunlarni olib kelib turib tarjima qilib olamiz, shu bilan yashaymiz desa, mana u birinchi kimda kim Alloh nozil qilgan hukmlarni boshqarmaydigan bo'lsa, ular kofirlar degan hukmga tushadi. Endi ikkinchisi, ha Alloh hukmlari bilan boshqaramiz deb turib, lekin shuni orasida nafsoniyat qilib turib, chegaradan chiqadigan bo'lsa, zulm qiladigan bo'lsa, Alloh taolo aytibdi: "Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humuz zolimun." Kimda kim Alloh nozil qilgan hukmlar bilan o'zi hukm qiladi-yu, lekin o'shini zulm bilan boshqa hukmlarni aralashtirib, ma'ni chegarasidan chiqadi. Yoki o'sha atrofida o'tirib turgan bir toifa buni egallab olganlarni bosimi bilan Alloh hukmlaridan chiqib ketadi. O'zi Allohning hukmlarini inkor qilmayapti, uni kerak emas demayapti, yaroqsiz demayapti, o'rta asrlardagi demayapti. Lekin bosim bilan chiqib ketdi. Yo o'zidagi bir fosiqligi bilan chiqib ketdi. Shunda yo zolim bo'ladi, yo fosiq bo'ladi. Shuning uchun Allohning qonunlari xalifa bo'ladimi, voliymi, qozimi, kim bo'lsa ham hammasini ustida buyurilgan ish shuni qiladi. Shuni qilsa adolat o'zi ustuvor bo'ladi. Chunki Allohning qonunlaridan adolatli qonunlar yo'q-da dunyoda. Chunki Allohdan adolatli zot dunyoda yo'q. Allohning qonunlaridan ham adolatli qonun dunyoda yo'q. Agar bor desa birov iymondan chiqib ketadi. Endi Allohnikidan yaxshirog'i bor deyotgan bugun nodonlar bor-da, "Ey, iymoningni qaytarib olib, bir yaxshilab yangilab olgin. Allohnikidan zo'r bo'lmaydi." Shuning uchun bizni chaqirayotgan narsamiz Allohning qonunlariga qaytaylik deyapmiz. Ya'ni xalifa degan bitta odamni qo'liga topshiraylik demayapmiz. U xalifa shu Allohning qonunlari bilan boshqaradi xolos. Undan boshqa yerdan qonun olmaydi. Olishligi harom. O'zi xalifalik davlatida qonunchilik palatasi bo'lmaydi. Deputatlar yig'ilib olib qonun chiqarmaydi xalifalik davlatida. Xalifalikda islomda bor qonunlar amalda qo'llanadi. U qonunlar avvaldan ham bor. Yangilari bo'lsa Qur'on sunnatdan uni yechimini topib, yana yangi
qarorlashtirib, ya'ni tabanni qilib qo'yadi. Tabanni degan shuni qaror qilib qo'yadi. Ya'ni bundan keyin mana shunga amal qilinadi. Yangi bo'layotgan masala edi, lekin Qur'onda, sunnatda shuni asli bor, ya'ni yechimi bor. Shu yechim bilan mana bu ish bundan keyin shunaqa qilinadi deydi. Bo'ldi, shunaqa qilib qilinadi. İnsanların nafsidan nima deb o'ylaysa, qanaqa qilsa yaxshi deb turib haligi Fransiyadan olaylikmi, Amerikadan olaylikmi, qaysi birini qonunni olsak, o'zlashtirib olib shuni tarjima qilib yozib qo'ysa yaxshi bo'ladi deyotgan unaqa qonunchilik bo'lmaydi islomda. Shuning uchun ana shu boshqaruvni o'zi adolat hisoblanadi. Ya'ni boshqaruvni o'zi adolat. Uni ustida boshqarayotgan odam ba'zida kamchiligi bilan bo'lishi mumkin. Lekin uni boshqarayotgan qonunlari to'g'ri qonunlar. Faqat uni rosa maromiga yetkazib zo'r boshqaradigani, yo'qsa shuni bir kamchiliklar bilan boshqaradigani bo'ladi. Shuning uchun ham islom hayotda bo'lgan mahalda ham shunaqangi yaramas odamlar bo'lishi mumkin. Fosiq va fojirlar, munofiq va kofirlar, murtadlar bo'lishi mumkin, jazolanadi. Zinokorlar, o'g'rilar chiqib jazolanishligi mumkin. Chunki unaqa odamlar payg'ambar alayhisolamning zamonida ham bo'lganda, bu degani payg'ambar alayhisolam yomon boshqargani uchun o'sha o'g'rining qo'lini kesgan yo haligi zinokorlarga darra urgan yoki toshbo'ron qilgan degan gap yo'q. Qonunlar zo'r edi. Lekin jamiyatda orasida har xil odam bo'ladi. Ularning ustida shu qonunlar qo'llanadi. O'zi shu odamlar ustidan qo'llansin deb Alloh nozil qilgan aslida. Shuning uchun solih kelib qolsa, xursand bo'lamiz va solih bo'lishga chaqiramiz o'zi har qandayini. Alloh va rasuli ham shunga chaqirgan. Alloh taolo biror qavmning ustiga Alloh birovni boshliq qilib shunaqa bir martabani berdi. Ya'ni boshliqlikka o'tirdi. Agar shularga samimiylik qilsa, mana bu shular bilan birga jannatda bo'ladi. Ya'ni shular kiradigan jannatga bu ham kiradi. Agar ularga bir nohaq bo'lib, samimiy bo'lmasdan qaytanga g'arazli bo'lsa, bular bilan birga bular kiradigan jannatga kirmaydi deyapti. Va bunga o'xshagan yana bir qancha hadislar bor. Ya'ni hokimlarda Allohdan qo'rqib, xalqni moliga, joniga xiyonat qilmasligiga chaqirgan juda ham ko'p hadislar, oyatlar bor. Shuning uchun ham islomda hokim o'zi birinchi Allohdan qo'rqadi. Xalifa o'zi birinchi Allohdan qo'rqadi, boshqalardan ko'ra. Chunki uning mas'uliyati juda katta-da. Endi u Allohdan qo'rqmay chegaradan chiqsa, boshqa butun atrofdagi musulmonlar Allohdan qo'rqadi, buni chegarasiga qaytib solib qo'yadi. Yo'q deb unamasa buni olib tashlaydi xalifa. O'shuning uchun ham islomda mexanizmi zo'r tuzilgan. Ya'ni buni Alloh tuzganda, o'shuning uchun ham islom shuncha yil davom etib kelgan bo'lsa, hukmda hech ham ularda bir kamtigi bo'lmagan. Shaxslardagi kamchiliklar bo'lgan, lekin ular hukmda yaxshiligi uchun bilinmagan. Inshaalloh ertaga davlat bo'lsa ham yana nasib qilsa shunaqa bo'ladi deb umid qilamiz. Chunki hadisda aytilayotgani payg'ambarlik manhaji asosidagi xalifalik bo'ladi deb payg'ambar alayhisalom bashorat berdilar-da. Xalifa bo'lsa keyingi xalifalarga o'xshagan xalifa bo'lmaydi. Chunki bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va'dasi. Bunga ya unaqa bo'lmaydi, bekarchi gap degan odam iymoni haqida o'ylanib ko'rsin o'zi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana qaytib payg'ambarlikni manhaji asosidagi xalifalikni qaytadi deyapti. Xuddi xulofoi roshidinlar davridagidaqa xalifalik qaytadi deb turib bashorat berdilar. Bu bashoratni menimcha mo'min odam hech ikkilanmasdan qabul qiladi.